Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyemizni, haberlerimizni başlaymiz. Leksiyada sizga juruz, Washington'da sözleymiz. Bugün çislaq 2023 yıl 10. ayının 10. günü hepteki seyşembe. Vatandaş, bugünkü vaziyetten eysaq, hazır Netanyahu, İsrailiyanın veziri, bugün qayta kelyapotgan video filmleri qo'yilgan mazmunda bu vezirning sözleri mundaq sözlendi. Agar göregi elinganlarga çekiladigan bolsang, Hamas göregi algan İsraillarga çekiladigan bolsang, Hamas degan ismingni yer shahardan o'chirib tashlayman. Netanyahu İsrail'e Gaza rayonini qamal qiladiganligini jakarladi. Bütün xabarda bugün yana davomliqda. Livon Allah partiyasi fursatdan paylanib bir pay o'q atgan edi. İsrail'e g'azab bilan shundoq dedi. Seni urush bilan tosh qurollar davriga olib qo'yman dedi. İsrail'e hozir 300 ming kishilik harbiy qo'shin tayyorladi. Endi vatandaşlarga so'zlaydigan leksiyalarimiz tuvandikcha vatandaşım. Mavzu mundaq. Birinchi mavzu Jonaqay. Hamasning İsrail'e tuyuqsiz hücum qilinishidan foydalanib, xalqaro besimdan qutulmoqchi bo'lgan edi. Lekin yana o'xshashlar besimning ostida qoldi. Mavzuli xabar 10 ayning 9 kun Van Vetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 10 ayning 7 kuni Hamas İsrail'e tuyuqsiz hücum qildi. Bütün dünya dikkat qiladigan qiziq nuqtaga aylandi. Bu Jungo.com partiyasining atalmış g'ayri qiliqlari bo'lib hisoblansin yoki hisoblanmasin. Jungo.com partiyasi hech bo'lmaganda diqqatni burib o'tish önümge erishalidir. Jungo Tashqi ishlar ministrligi Hamas degan ismni eg'izga elishga jur'at qilolmadi. 9 ayning 10 ayning 9 kuni muxbirlarni kutib olishganida har qaysi davlat muxbirlari Hamas to'g'risida ko'plagan savollarni qo'yishdi. Jungoning bayonotchisi Mavning put tirab tura olmadi. Jungo.com partiyasi matbuoti muxbiri avval savol qo'yib kayfiyatni boshlab berdi. Lekin Hamas degan ismni eg'izga olmadi. Arkadan chet el muxbirleri arkadan sual qo'yishga başladı. 14 qatimliq sual Hamasning İsrailiyega hücum qilishiga munosabatli savollar edi. Ba'zi muxbir mundaq savol qo'ydi. Hamasning tuyuqsiz hücum qilishi va kechiringlar ba'zilar emaskin, chatoq vatandosh. Braziliya muxbiri mundaq savol qo'ydi. Hamasning tuyuqsiz hücum qilishi orqali İsrailiyada 700 nafar kishi qazo qildi. Bularning ko'pchiligi tinch aholi. Bir necha 10 nafar kishi go'raga elindi. Jungo hukumati bu ishlarni terroristik harakat deb hisoblamadi yoki hisoblamamdi. Bayonotchi Mavning mundaq javob berdi. Men maydonimni ko'rsatdim. Aholilarga ziyonkashlik qilish qarshi turamiz va ayblaymiz. Lekin bayonotchi Mavning Hamas degan ismni eg'izga olmadi. Amerika muxbiri arqadan mundaq savol qo'ydi. Jungo taraf biron va yoki hozir İran'a haydakchilik qilib Hamasni tizginlashni talab qildimi?
Cüngü taraf Hamas'a ilham berip, yoki İranning Hamas'a ilham berip, Hamasning görəgi elingan İsraillarni qo'yib berishiga aydakchilik qildimi? Cüngüning bayonotchisi Mavning javob berib bundoq dedi: "Men maydonimni ko'rishib bo'ldim. Amerika muxbirining savoli qarasangiz, hammani bilib turayotgan gap, ko'rib turayotgan, biz so'zlayotgan so'zlar cho'qim xabarva ekanligini bilib olishlaringiz. Nima biz so'zlayotgan degandayliqi İran ba Hamasning kayinda, İranning kayinda Xitoy ba degan so'zlarga juma vatandoshlar. Shu so'zlarga to'liq xabardor ekanligi Amerika muxbirining qo'ygan savolidan bilib olib bo'ldi. Vatandosh Cüngüning bayonotchisi Mavning javob berib bundoq dedi: "Men maydonimni ko'rishib o'tdim." Shundan bilan Braziliya muxbiri ham shunday javob qaytardi, Amerika muxbiri ham shunday javob qaytardi. Turkiya muxbiri bundoq savol qo'ydi: Hamas İsrailga tuyuqsiz hujum qilgandan keyin ikki tarafda o'lim yetim ko'rildi. Bu qatam to'qinish o'rlab ketsa, Cüngü tarafdan O'rta Sharq rayonida tinchlikni ishga oshirish tirishchanligiga ta'sir ko'rsatdi yo'q. Cüngüning bayonotchisi Mavning takrorlab bundoq javob berdi: "Tinch aholi ziyonkashlik qilish harakatlarini ayblaymiz va bunga qarshi turamiz." Bayonotchi Mavning yanada Hamas degan ismni eg'izga olmadi. Bayonotchi Mavning bundoq dedi: "Xalqaro jamiyat ta'xirsizlik his qilib, Falastin masalasiga ko'proq diqqat qilish lozim." Davomini anglaysiz vatandosh.